Assalomu alaykum ustozlar. Attestatsiya test 13-chi test tahlilini ko'rib chiqamiz. Boshladik. Birinchi savol. Nuriddinda 167, ya'ni 7 lik sanoq sistemasida 164 dona. Ya'ni Nuriddinda 164 dona 7 lik sanoq sistemasida. Jayxunda esa bir qancha qalam bor. Ya'ni Jayxunda aniq, nechtaligi aniq emas, shuning uchun X ta deyman. Jayxun Nuriddindan o'zida bor qalamlar sonidan 2 marta ko'p qalam oldi deyapti. Jayxun, oldin biz Nuriddindagi qalamlar sonini 7 likdan 10 likka o'tkazib olaylik. 1 0 1 2. Hop. 1 ko'paytirilgan 7 ning kvadrati plus 6 ko'paygan 7 ning birinchisi plus 4 ko'paygan 7 ning 0-chisi. Hop, 7 ning kvadrati 49, 1 ko'paytiramiz 49 bo'ladi. 7 ning birinchisi 7, 6 ko'paytiramiz 42. 7 ning 0-chisi 1, 4 ko'paytiramiz 4. Hop, bu bo'ladi 80, 91, 95 ta. Demak, Nuriddinda 95 ta qalam bor ekan. Endi Jayxun Nuriddindan o'zida bor qalamlar sonidan, ya'ni mana bundan 2 marta ko'p qalam oldi. Demak, mana undan 2 marta ko'p olgan bo'lsa, Nuriddindan 2 ta x ni ayiramiz. Ya'ni mana bundan 2 marta ko'p olgan bo'lsa, olganni ayiramiz. Va Jayxunni o'ziga qo'shamiz shuni 2x ni. Natijada ulardagi qalamlar soni tenglashdi deyapti. Demak, Jayxundagi qalamlar soni 3x ta bo'ldi. Nuriddindagi qalamlar soni 95 minus 2x ta bo'ldi. 2x plus bo'ladi, 5x bo'ladi. 5x barobar 95 ga, x barobar 19 ga, ya'ni 10 likda. Eng avvalida Jayxunda nechta qalam borligini 11 lik sanoq sistemasida toping deyapti. Demak, mana bu 10 likda bo'ldi. Buni 11 likda topish uchun 11 ga bo'lamiz. 11 ga bo'lsak bittadan 11, 8 qoldi. Demak, Jayxunda dastlab 18 ta qalam bo'lgan. 18 ta bu 11 lik sanoq sistemasida. Demak, bu javobimiz B da. Ovoz yozilyaptimi? Yozilyapti. Xo'p, ushbu mantiqiy ifodaning natijasi nechta holatda yolg'on bo'ladi deyapti. Demak, ikkita A va B o'zgaruvchi bor. Rostlik jadvalini tuzib olaman. Hop, A, B. Ikkalasi bir vaqtda yolg'on, yolg'on, rost, rost, yolg'on, rost, rost. Hop, dastlab birinchi qavsni ichini ochamiz. Ya'ni A ga B ni qo'shamiz mana bu joyda. Mana birinchi amal deyman. Mana ikkinchi amal deyman. Mana uchinchi amal. Hop, birinchi amal A ga B ni qo'shyapti. 0 1 1 1. Keyin birinchi amalga A ni ko'paytirmoqda. 1 ni ko'paytirmoqda A ga. Hop, mana 1 ni A ko'paytirsak 0 ni 0 ga 0, 0 ni 1 ga 0, 1 ni 1 ga 1, 1 ni 1 ga 1. Bu ikkinchi amal bo'ldi. Endi ikkinchi amalni implikatsiya qilmoqda B ni inkoriga. Yo, oldin to'xtanglar. Shu yerda adashimman. Mana bu 3 bo'ladi, mana bu 4 bo'ladi. Oldin B ni inkorini topib olaylik. B ning inkori, mana bu joyda ham bitta katta qo'shaman. B ning inkori 3-amal deymanda, B ning inkori. B ning inkori 1 0 1 0. Ana endi ikkinchi amaldan chiqqanni 2 ni implikatsiya qilmoqda 3 ga. Hop, implikatsiya faqat 1 0 bo'lsa 0 bo'ladi. Qolgan barcha holatlarda rost 0 1 da 1, 0 0 da 1, hop 1 1 da 1,
Mana 1 0 kelyapti, mana bundan 0. Hop, endi bizga aytgan ifodaning natijasi nechta holatda yolg'on bo'ladi degan. Demak, bitta holatda yolg'on bo'ldi. Demak, bu B javob. Hop, o'quvchi Adobe Spark dasturida kadr yaratayotganda mikrofon tugmasini ko'rib qoldi. Bu tugmani bosgan edi, kompyuter Adobe Spark mikrofondan foydalansinmi degan ruxsatni so'radi. O'quvchi Adobe Spark dasturini mikrofondan foydalanishiga ruxsat berdi. Ovoz yozish uchun quyidagi vazifalar ketma-ketligi to'g'ri tartiblang. Hop, shu joyda o'qib ko'ramiz. Birinchisi, mikrofon tugmasini ustiga sichqonchaning kursorini olib boring. Sichqonchaning chap tugmasini bosib turing. Mikrofonda gapiring, ovoz yozish uchun kerakli kadrni tanlang. Mana shu 4tasidan eng oxirida bajariladigani, ya'ni ovoz yozish uchun quyidagi vazifalar ketma-ketligi to'g'ri tartiblanyapti. Biz qachonki gapiramiz, yozishni boshlaydi. Demak, mikrofonga gapiring degani bu eng oxirida bo'ladi. Ya'ni ketma-ketligida eng oxirida shu bo'ladi. Bu eng oxirida. Ya'ni biz gapirgan paytimiz mikrofonni yozib boshlaydi, eng oxiri. Demak, eng oxiri 3 bo'lyaptimi? Mana bu yerda 3lik javob bitta C da ekan. C javob to'g'ri bo'ladi. Hop, ko'raylik qani. 4. Ovoz yozish uchun kerakli kadrga o'ting. Hop. Mikrofon tugmasi ustiga sichqonchaning kursorini olib boring. Sichqonchaning chap tugmasini bosing. Haqiqatan ham kerakli kadrga o'tdik. Kursorni olib bordik, ya'ni o'sha kadrni misol uchun kadrga bordik. Mana kadr. Kursorni olib bordim va sichqonchani yozishni boshlash uchun rek degan tugma bo'ladi-da menimcha. Rek degan tugmaga yozishni boshlash uchun sichqonchani olib bordimda, qachonki bitta bosdim chap tugmani, u yozishni boshlaydi va shundan keyin biz gapirishimiz kerak. Demak, 4 1 2 3 bo'ladi. Rasmda kitoblar nomida jadval ma'lumotlar ko'rsatilgan. Hop. Select kitob nomi, sahifalar soni, kitob turi, from kitoblar vary, kitob turi. Endi SQL so'rovi kelyapti. Kitob turi degani mana bu ustunga qaraymiz. Like E, ya'ni like E degani mana shu kitob turidagilarda qaysilarda E harfi qatnashgan deyapti. Hop, E harfi qatnashganlari darslikda, qissada va qissada. Or sahifalar soni 150 dan katta bo'lgan deyapti. Or bog'lovchisida mana bittasi rost bo'lsa yetarli-da. Demak, sahifalar soni 150 dan katta bo'lgani. Mana bu mana bu ustunda-da sahifalar soni. Bu ham 150 dan katta, bu ham 150 dan katta. Demak, bittasi rost bo'lsa yetarli. Mana o'tgan kunlarda bittasi rostmi? Buni oladi. Chiqaradi javob sifatida. Chunki sahifalar soni 150 dan katta. Hop, darslikda ikkalasi ham rost bo'lyapti. Bittasi rost bo'lsa yetarli dedik. Darslikda ham chiqaradi. Shu informatikada ham chiqadi. Shu bolada ikkita kitob turi ham, sahifalar soni ham shartni qanoatlantirmoqda, buni ham chiqaradi. Oltin zanglamasida hop, bitta sahifalar soni qanoatlantirmoqda shartni, buni ham chiqaradi. Hop, molxonada I harfi qatnashgan, ya'ni bittasi shartni qanoatlantirmoqda, buni ham chiqaradi. Demak, biz ekranimizga 5 ta natijani chiqarib beradi. 1 2 3 4 5 ta natijani chiqaradi. Bu javobimiz B da. Lekin nashr yiliga qarab o'sish tartibida yozadi. Qanday tartibda yozadi deb savol berilsa, o'sish tartibida. Ya'ni nashr yilidagi eng kichkina 2005 yozadi. Keyin 2013, keyin 2020. Hop, ASK deyapti, o'sish tartibida. Desk bo'lsa kamayish tartibida edi. 2021 va 2024. Mana o'sish tartibida yozdi. Agar desk bo'lganda edi, teskarisi bo'lardi. Demak, 5 ta javobni